Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolariga. Xudo xolasa, bugun 4-mart holatiga mana Fenavlo gazavlo ishlab chiqarish uskuna sexidan videolar haqida o'rayapmiz. Hozir bu yerda bir kampli uskunamiz Samarqand viloyati nimaga chiqib ketyapti? Kattaqo'rg'on rayoniga ketyapti. Mana qoliplarni chiroyli kraskilab qo'ydik. Har tomonlari turib qo'yilgan qoliplarimiz. Bu yerda pelageneratorlari zapasga tayyorlab qo'yganmiz. Yevro qoliplarimiz chiqib ketyapti akamizga. Sharnerlar ham 3 qatordan qo'yilgan. Yo'llar rezali bo'ladi, mana rezbani o'rnlar ochib qo'yilgan, rezbalar qatirilgan holatda ketadi. Toza rasist kuchli magnit diskda tayyorlanyapti, xudo xolasa mana. Qalinligiga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. Pallasi yo'q hech qanaqa. O'rtasi teshikli qolib so'ragan akalarimizga mana o'rtasi 100 turba teshilgan 20-30-60 razmer. O'rtasini dumaloq teshikligi 100 lik razmerga teshilgan mana. Biz ham qolipini o'zini ham отдельно ham sotyapmiz, komplektdan sotyapmiz. Bu yoqda gazavlo qoliplarimiz tayyorlanyapti. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsangiz, gazavlo uskunamizni Xorazm viloyati Urganch shahriga olib borib o'rnatib keldik. 2 kun, 3 kun bo'lyapti o'rnatilganiga. Hozir keyin komplektda tayyorlanyapti. Bu yoqda yasalish jarayonlari. Gazavlo ishlaganimizni qozon deyiladi uni. Mana kranchilar ham 200 lik turbanikini qo'yiladi. Astovul ichida ko'p qolib ketmaydi, tez tushadi do'stlar. Sifatli yaxshi kranchilardan qo'yiladi. Bu yoqda aravani tag qismlari 1 tonnalik suv yo'nkislari Gazavlo'mizniki. Bu yoqda ko'rinib turgan bo'lsa, reskasi ham turibdi. Mana bu yoqda shablon reskasi. Urushdi. Gazavlo, Fenavlo uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana shu ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Prostoy qoliplarimiz ham terilishi mana. Prostoy qolip deganimiz orasiga chaspadan foydalanilgan. Bunisida yevro qolipida har 20 santimetrga tikkasiga profil to'qib chiqilgan. Taglari ham sharnel 2 tomon 2 topga o'xshab ochiladi bular. Yevro qolip perigrodga so'ragan ekanlarimiz, 3 dala perigrodkalar bor. 3 ta perigrodga 12-30-60, 4 ta 20-30-60 katta qishni chiqaradi. Xohlaganlarga seli 10 tali perigrodga chiqadigan qilib beriladi. Yo'lda abishni qoliplarimiz bu. Buni tagida sharneli bo'lmaydi. Profili beliga 2 qator tortilgan, ikkita chekkasiga stoyga tushirilgan, oralari polni chaspayda qilingan. Bu ham yollari polni hammasi rezbali bo'ladi. Profilicha kamroshlanadi, sharneli bo'lmaydi xolos bunda do'stlar. Rasti o'rg'ishga bir kishi o'zim kuyaman degan akalarimizga mana chiroyli qilib paddonlarigacha ustiga chiqib bemalol aralashtirgan holatga keltirib qo'yilgan. G'ildiraylar ham xudo xolasa sifatli toza tormozlari bor g'ildiraydan o'rnatib qo'yilgan. Qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonlarga neytralka zonagacha olib kirib beryapmiz. Fenavlo gazavlo uskunasini ekranda raqamlarga bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, like tugmasini bosib, obuna qo'shishdan chiqmasin.